Bu kinolar nafaqat yuragingizni siqadi, balki kechasi uxlay olmasligingizga ham sabab bo'ladi. Mana sizlar uchun dunyodagi eng dahshatli 5 ta film. Ikkinchi va birinchi filmlar sizni albatta qo'rquvga soladi. 5-o'rin Reinkarnatsiya. Bu filmda Grahamlar oilasining buvisi Enli vafotidan so'ng oila a'zolari g'alati va dahshatli hodisalarga duch keladi. Endi uning qizi oilaviy sirlar va ajdodlardan meros bo'lib qolgan qora kuchlar haqida bilib oladi. Har bir qilingan kashfiyot ularni yanada chuqurroq qo'rquv va dahshat olamiga olib kiradi. O'z hayotlari uchun kurashayotgan Grahamlar aslida ular hech qachon bu taqdirdan qochib qutula olmasliklarini kech tushunib yetishadi. 4. Zaklятие. Film Perronlar oilasining haqiqiy hikoyasiga asoslangan. Rojet va Carolyn Perron 5 farzandi bilan yangi uyga ko'chib o'tadi. Ammo tez orada ularning hayoti sirli va dahshatli hodisalar bilan to'lib toshadi. Narsalar o'z-o'zidan harakat qiladi, sovuq shabbog'da esadi va qorong'ulikdan g'ayritabiiy mavjudotlar paydo bo'la boshlaydi. Ular yordam so'rab mashhur demonologlar Ed Warren va Lauren Warrenlarga murojaat qilishadi. Ammo bu safargi jin ularni ham o'z domiga tortib ketadi. 3. Изгоняющий дьявола. Bu filmda yosh qizaloq Regan Maklin haqida hikoya qilinadi. U sirli tarzda o'zini g'alati tuta boshlaydi. Kuchli agressiya, begona tillarda gapirish va paranormal kuchlar namoyon bo'ladi. Uning onasi Chris Maklin uni shifokorlarga ko'rsatadi, lekin hech kim yordam bera olmaydi. Va nihoyat u cherkovdan ruhoniylarni chaqiradi. Ular jin chiqarish marosimini o'tkazishga qaror qilishadi, lekin bu safargi marosim nafaqat Regan uchun, balki ular uchun ham halokatli kechadi. Va nihoyat 2-o'rin. Aynan ushbu kinoni men juda ham yoqtiraman. Dahshatli voqealarga boy bo'lgan ajoyib film. Menimcha bu filmni ko'pchiligingiz ko'rib ulgurgan bo'lsangiz kerak. 2-o'rin Astral. Jon Lambert va uning rafiqasi Lane Rambert o'z farzandlari bilan yangi uyga ko'chib o'tishadi. Tez orada ularning o'g'li Dalton g'alati tarzda komaga tushib qoladi. Shifokorlar buning sababini tushuntirib bera olishmaydi. Ota-onasi uydagi g'alati voqealar kuchayayotganidan so'ng ruhshunosni yordamga chaqirishadi. Ma'lum bo'ladiki, Daltonning ruhi tanasidan ajralib, qorong'u va xavfli o'lchamdagi o'zga olamga tushib qolgan bo'ladi. Endi ular vaqt bilan musobaqalashib o'z farzandlarini qutqarishga majbur bo'lishadi. Va nihoyat 1-o'rin Sinister. Taniqli jinoyat yozuvchisi Alison Oswald o'z oilasi bilan yangi uyga ko'chib o'tadi. Xo'p, shu yerda bir narsaga e'tibor qaratsak, nega deyarli barcha filmlardagi boshlanayotgan dahshatli voqealar aynan boshqa uyga ko'chib o'tgandan so'ng sodir bo'lyapti? Xo'sh, buning sababini kim biladi? Demak, kinoga qaytamiz. Taniqli jinoyat yozuvchisi Alison Oswald o'z oilasi bilan yangi uyga ko'chib o'tadi. Bu uyning oldingi egalari sirli ravishda qatl etilgan bo'ladi. Uydan topilgan eski plyonka filmlarda oilaning vahshiylarcha qatl etilgani tasvirlangan bo'ladi. Tadqiqot davomida Alison dahshatli haqiqatni ochib beradi. Bu qotillik ortida qadimiy jin Bagula turgan bo'ladi. U bolalarni o'z nomiga tortib, oilalarni o'ldiradi. Alison va uning oilasi esa bu qorong'u chuqurlikka tobora yaqinlashib bormoqda. Xo'sh, siz qaysi filmni ko'rgansiz yoki qay birini endi tomosha qilmoqchisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.